Tianshan tog' qo'yi. U o'zining katta burama shoxlari bilan ajralib turadigan kamyob hayvon hisoblanadi. Bu hayvon juda kamyob, kam o'rganilgan kichik tur hisoblanadi. O'zbekistonda uni o'tgan asrning o'rtalarigacha Qurjontog'da uchratish tabiiy hol bo'lgan. 1979-1999 yillarda Ugon bo'ylab Piskom suv havzasida, Maydantal tog'ida va Navoiysoydan Shabursaygacha bo'lgan Olatog, ya'ni Talas vodiysi hududlarida kamdan kam uchragan. Rasmdan ko'rinib turganidek, uning tanasi baquvvat, junlari qo'ng'ir kulrang tusda bo'lib, asosan erkaklarning shoxlari ulkan va buralgan bo'ladi. Ular baland tog' hududlarida, jar yoqalarida va ochiq yonbag'irlarda yashashga moslashgan. Nihoyatda sergak va uzoqdan xavfni tez seza oladigan jonzot hisoblanadi. Tianshan tog' qo'yining soni keskin kamayib ketgani sababli muhofazaga muhtojdir. U tog' ekotizimining ajralmas qismi bo'lib, tabiat go'zalligini saqlashda uning o'rni beqiyosdir.